Shayx Abdulqodir Jiloniy rahmatullohi alayh Rabboniylikni anglash va rahmoniy fayzni qozonish kitobidan 4-majlis. Shayx Abdulqodir roziyallohu anhu 545-yili Shavvol oyining 10-kuni dushanba ertalab Rabot shahrida payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning quyidagi hadislarini so'zladilar. Kimga yaxshilik eshigi ochilsa, undan foydalansin, chunki uning qachon yopilishini bilmaydi. Al-Hindi Kanzul Ummol kitobidan. Ey qavm, madomiki hayot eshigi ochiq ekan, fursatni g'animat bilib undan foydalaning. Yaqinda bu eshiklar sizlardan berkiladi. Madomiki yaxshi amallar qilishga qodir ekansiz, ularni g'animat biling. Madomiki sizlarga tavba eshigi ochiq ekan, fursatni boy bermang. Sizlarga doimo ochiq bo'lgan duo eshigini ham g'animat biling. Solih birodarlar jamoasini g'animat biling. Bu eshik ham sizlar uchun ochiqdir. Ey insonlar, buzgan narsangizni bino qilib, nopok narsalaringizni poklang. Fasod ishlaringizni isloh qiling. Loyqalatgan narsalaringizni tozalang. Olgan narsangizni qaytaring. Xojangiz azza va jalladan umid qiling. Agar Xoliq bilan birga bo'lsang, sen uning bandasisan. Agar xalq bilan birga bo'lsang, bas sen ularning qulisan. Qalbingni ulardan butunlay uzmaguningcha, ko'nglingni barcha narsadan ayirmaguningcha senga so'z yo'q. Haq azza va jallaning talabi barchasini ayiruvchidir. Dar haqiqat mahluqotlarning har biri o'zi va Robbi azza va jalla orasidagi to'siqdir. Qaysi narsa bilan birga bo'lsa, uni o'rab oladi. Ey yigit, yalqovlik qilma, zero yalqovlik abadiy mahrumlik va cheksiz pushaymonlik keltiradi. Haq azza va jalla senga dunyo va oxiratda sahiy ekan, sen ham amallaringda sahiy bo'l. Abu Muhammad Ajmi rahimahulloh shunday dedilar: insonlar bilan yaxshi muomalada bo'lish, shariat hududida turish bilan ularga muvofiq bo'lish va Allohni rozi qilish muborak ishlardan sanaladi. Ammo mana shu odatlar bilan shariat chegarasidan oshsa va Robbini rozi qilmasa, u uchun yaxshilik yo'q. Toatlarning qabul bo'lish bo'lmasligi pokiza zotlar huzurida alomatdir. Ey yigit, duo to'rini o'rnatib, Allohga qayt, tiling va qalbingdagi e'tirozni tark qil. Qiyomat kuni insonlar dunyoda qilgan yaxshilik va yomonliklarni eslaydilar. U yerdagi va o'lim oldidagi zikr holati foyda bermaydi. Xuddi insonlar hosilni yig'ishtirish vaqtida don va yer haydashni o'ylashlari foyda bermagani kabi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytganlar: dunyo oxirat ekinzoridir. Kim yaxshilik eksa, ezgulikni o'radi. Kim yomonlik eksa, nadomat o'radi. Termiziy rivoyati. O'lim kelgan vaqtda uyg'onishing senga foyda bermaydi. Ey Allohim, bizni jaholat va g'aflat uyqusidan uyg'ot. Amin. Ey yigit, yomonlar bilan suhbatlashsang, yaxshilar haqida ham yomon gumon qilasan. Alloh azza va jallaning kitobi soyasi ostida va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari asosida yursangina najot topasan. Ey insonlar, Alloh azza va jalladan haqiqiy hayo qiling. Vaqtingizni zoya ketkazib, g'aflatda qolmang. Dar haqiqat sizlar yemaydigan narsalarni jamlash bilan mashg'ul bo'lasiz. Yetolmaydigan narsalarni orzu qilasiz va o'zingiz yashamaydigan binolarni barpo qilasiz. Bularning barchasi Robbingiz azza va jallaning maqomidan sizlarni to'sadi. Vaholanki Allohning zikri oriflar qalbida o'rnashib, uni ihota qiladi va yuqorida zikr qilingan narsalarni eslashni unuttiradi. Agar shu holida mukammal bo'lsa, uning boradigan joyi va'da qilingan naqd bo'lgan jannatdir. Dunyoda tayyorlab qo'yilgan qazoga rozi bo'lish, Allohga nisbatan qalban yaqin bo'lish va unga munojot qilish o'zi va Robbi orasidagi pardani ko'tarishdir. Bunday qalb egasi barcha holatlarida Haq azza va jalla bilan birga bo'lib halovat topadi. biron narsa
u zotga o'xshash emasdir. U eshituvchi va ko'rib turguvchidir. Shura surasi 11-oyat. Va'da qilingan narsa Alloh taolo mu'minlar uchun va'da qilgan jannati va ulug' Robbining jamolini pardasiz ko'rishdir. Shubhasiz, yaxshiliklarning barchasi Alloh huzuridan, yomonlik undan boshqasidandir. Aslida yaxshilik unga yuzlanish va yomonlik undan yuz o'girishdir. Har bir amaldan evaz xohlasang, u o'zing uchundir. Aksincha, amalni Alloh azza va jalla uchun qilishni iroda etsang, bas u Alloh uchundir. Agar amal qilib evaz istasang, sening mukofoting maxluqlar tarafidan bo'ladi. Agar Alloh taolo roziligi uchun amal qilsang, mukofoting Allohga qurbat, yaqinlashish va uning nazari bo'ladi. Barcha amallaringga evaz talab qilaverma. Ne'matni emas, ne'mat beruvchini ista. Hovli olishdan oldin qo'shnini surishtir. U har bir narsadan oldin ham, keyin ham bor bo'luvchi va har bir narsani paydo qiluvchi zotdir. Senga o'limni eslash va musibat ofatlariga sabr qilish, har qanday holatda ham Allohga tavakkul qilish vojibdir. Agar bu 3 holat mukammal bo'lsa, sen uchun o'lim zikri tufayli mulk hosil bo'ladi. Zuhding to'g'rilanadi. Sabr tufayli Robbing azza va jalladan xohlagan narsalarda zafar quchasan va tavakkul bilan qalbingdagi narsalarni chiqarib Robbingga bog'lanasan. Dunyo va oxiratda Robbingdan boshqa narsalar sendan chetlanadi. Senga har tarafdan rohat va himoya keladi. Hojang Alloh azza va jalla seni olti tomoningdan muhofaza qiladi. Mahluqlardan birortasi uchun sen tomon yo'l topmaydi. Sendan barcha jihatlar to'silib, eshiklar yopiladi. Natijada Alloh azza va jalla shaytonga aytgan kimsalar jumlasidan bo'lasan. Aniqki, mening bandalarim ustida sen uchun hech qanday saltanat, hukmronlik yo'qdir. Hijr surasi 42-oyat. Amallarda riyokorlik qilmaydigan muxlis, Allohni bir deb biluvchi bandalarga xalqlar qanday qilib hukmron bo'lsin? Nutuq nihoyada bo'ladi, boshlanishida emas. Boshlanishning hammasi gung va xotimaning barchasi nutuqdir. Ixlos qiluvchining mulki qalbida, hukmronligi ichida bo'ladi. Zohiriga e'tibori yo'qdir. Zohiriy va botiniy mulk orasini jamlaydiganlar kamchilikdir. Doimo holatingni maxfiy qil. Shunday bardavom bo'lsang, kamol topasan. Qalbing ham Robbingga bog'lanadi. Agar komillikka erishsang, senga qanday ahamiyat berayotganiga e'tibor qilmaysan. Shu maqomda tursang, seni muhofazang o'rab oladi va nazaringda xalq xuddi dov daraxtlari kabi bo'lib qoladi. Sen uchun ularning maqtovlari, yomonlashlari, senga yuzlanib, yuz o'girishlari birday bo'ladi. Ularni Xoliqning izni bilan tasarruf qilasan. Senga yechim va robita beriladi va qalbingga jiddiylik qaytadi. Bu holingda to'g'ri bo'l, aqlingni ishlat, ko'r bo'la turib, tug'yonga ketma. Seni yetaklaydigan kishini qidir. Sen ko'p narsani bilmaysan, bas ta'lim beradigan kishini izla. Agar uni topsang mahkam tut va so'zi, fikrlarini qabul et va undan to'g'ri yo'lni talab qil. Shunda ma'rifating yuzaga chiqadi. Shunda har bir adashuvchi sen tufayli panoh topadi. Hamda faqir miskinlar uchun soyabonga aylanasan. Alloh azza va jallaning sirini saqlash va insonlar bilan yaxshi muomala qilish fidokorlikdir. Ey Allohdan boshqasidan rizolik va haqni talab qilgan kimsa, qayerdasan? Alloh taoloning ushbu so'zini eshitmagaymisan? Orangizda dunyo istagan kishilar ham, oxirat istagan kishilar ham bor edi. So'ngra sizlarni imtihon qilish uchun ularning ustidan g'alaba qilish o'rniga mag'lubiyat tomonga burib yubordi. Endi gunohlaringizni avf qildi. Alloh iymon egalariga fazl va marhamat sohibi bo'lgan zotdir. Ali Imron surasi 152-oyat. Boshqa o'rinda shunday deydi: Ertayu kech Parvardigorlarining yuzini istab, unga iltijo qiladigan zotlarni huzuringizdan haydamang. An'om surasi 52-oyat.
Agar senga baxt kulib boqsa, g'ayrat qo'li kelib, Haq azza va jalladan boshqa har nedan seni xalos etadi va unga yaqin bo'lgan eshikka olib boradi. U joyda qiyomat kunida ham saltanat Haq taolonikidir. U yaxshi savob mukofot ato etguvchi va eng xayrli oqibatni berguvchi zotdir. Kahf surasi 44-oyat. Agar sen bu ishlarni mukammal qilsang, senga dunyo va oxirat hech bir mashaqqat va zararsiz xizmatingda bo'ladi. Haq azza va jallaning eshigini taqillat va uning oldida sobit qadam bo'l. Agar bunda sobit tursang, sen uchun xavotirlar paydo bo'ladi. Bular nafs, havo, qalb, iblis, mulk xatari ekanini bilasan. Senga bu haq va bunisi botil deyiladi. Har birini o'zlarini tanitadigan alomati orqali bilasan. Agar bu maqomga erishsang, senga Haq azza va jalla tarafidan ilhom kelib, seni tarbiya qiladi. Allohning o'zi seni sobit qiladi, qoyim qiladi, o'tirg'izadi, harakatlantiradi, xotirjam qiladi, buyuradi va qaytaradi. Ey qavm, ziyodalikni ham, nuqsonni ham, o'zishni yu kechiktirishni ham talab qilmang. Zero taqdir sizlardan har biringizni qamrab olgan, sizlardan har biringizning o'ziga xos tarixi va kitobi bordir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytganlar: Robbingiz yaratishdan, rizq berishdan va ajalni belgilashdan forig'dir. Al-Hindi Kanzul Ummol. Ya'ni bu ishlarni Alloh taolo avvaldan belgilab, tayin qilib qo'ygan. Barcha ishlar faqat o'sha asosda bo'ladi. Sodir bo'ladigan narsalar yozildi, qalam quridi. Tabaroniy rivoyati. Alloh taolo taqdir azalidagi har bir narsani sizlarning zimmangizdan soqit qildi. Shu bois qazosi o'tgan narsalarni hukm sifatida hujjat keltirish joiz emas. Alloh taolo aytadi: u o'zi qiladigan biron narsa haqida mas'ul bo'lmas. Ular, ya'ni bandalar esa qiladigan har bir ish amallari xususida mas'ul bo'lurlar. Anbiyo surasi 23-oyat. Ey insonlar, sahifalardagi zohir narsalarga amal qilinglar, toki bu ish sizlarni botiniy amalga olib chiqsin. Agar zohiriga amal qilsangiz, botinini fahmlashga olib boradi. Avval ko'nglingni fahmla. Shunda qalbing nafsingga, nafsing tilingga, tiling yuzaga chiqadi. Mana shu ularning foydali maslahatlariga olib boradi. Voy bo'lsin senga. Allohning muhabbatini da'vo qilasan u uning shartlarini bilmaysanmi? O'zingda va boshqalarda unga muvofiq bo'lishing, undan boshqasiga xotirjam bo'lmasliging, u bilan do'st bo'lmoq va qo'rquvga tushmasliging muhabbatning shartlaridan hisoblanadi. Agar Allohning muhabbati bandaning qalbida o'rnashsa, u bilan do'st bo'ladi va undan mashg'ul qiladigan har bir narsaga g'azablanadi. Yolg'on da'voyingdan tavba qil. Muhabbatga ziynatlanish, orzu va hayo yolg'on va nifoq tufayli erishib bo'lmaydi. Tavba qil va tavbangda sobit bo'l. Ahamiyat tavbada emas, balki unda sobit turishdadir. Ish ekishda emas, balki ekinning sobitligi, ko'karishi va meva berishidadir. Haq azza va jallaning roziligini ziyon va zararda, faqirlik va boylikda, shiddat va rohatda, kasallik va sog'lomlikda, yaxshi va yomonda, berish va olishda mahkam tut. Sizlarda Robbingizga taslim bo'lish da'vosini ko'ryapman xolos. Agar sizlarga biror narsa hukm qilinsa, ya'ni taqdir qilinsa, undan qo'rqmang. U haqda tortishmang va Allohdan boshqasiga shikoyat qilmang. Albatta, mana shu narsalar sizlarga sokinlik va xotirjamlikni ziyoda qiladi. Uning huzurida sobit turinglar va sizlarni nima qilganiga qaranglar. Uning o'zgartirishi va almashtirishiga rozi bo'linglar. Ey Allohim, bizni o'zing tomoningda va o'zing bilan birga ayla. Parvardigoro, bizga bu dunyoda ham yaxshilik ato qil, oxiratda ham yaxshilik ato et va bizni do'zax azobidan asra. Baqara surasi 201-oyat. Shuning bilan 4-majlis nihoyasiga yetdi.